Ketdimi? Bormi? O'chirganingiz yo'qmi? Qurilishda hozir mana fasad qismiga o'tdi. Nima deydi mana uni birinchi? Shpakilovka deydi. Shpakilovka jarayonida ketyapti. Qurilishda hozir birinchi podezida shpakilovka jarayonida ketyapti. Bu degani o'sha fasad qismiga bir qadam bosildi degani. Bu taraf nima? Bazalt ishlari olib borilyapti. Bu tarafda gazoblokni qo'yish va pergorodkalarni qilish ishlari olib borilyapti. Ketdik bo'lmasa. Ichkarisidagi xonadonlarda birgalashib ko'rib chiqamiz. Ketdik. Siz ham ushbu osuda zamin loyihamizdan xonadon xarid qilishingiz mumkin. Buning uchun bizni sotuv ofislarimizga tashrif buyuring. Xonadonni tanlab, boshlanish to'lovsiz ham xarid qilishingiz mumkin. Ushbu kafillarimiz Navoiy shahridan keladi bizga. Zo'r, sifatli kafillar keldi. Podezlarga qo'yiladi va oldidagi miramirlar podezdagi zinalarga qo'yiladi. Ha, aytgancha, gazobloklarimiz hammasi sifatli gazobloklar Megaton zavodidan kelyapti. Ushbu osuda zamin loyihamizni fasad ishlari boshlandi. Mana birinchi podezda fasad ishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Shpakilovka ishlari boshlangan. Xudo xohlasa, ketma-ketlik bilan hamma ishlarimiz davom etyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Agar sizlarga ushbu loyihamizda xonadon kerak bo'lsa, bemalol sotuv ofislariga kelib, muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Agar naqd to'lov bersangiz, 20% skidka bilan xarid qilishingiz mumkin. Hammalaringni sotuv ofisida kutib qolamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.